hammaga assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Mana avtovokzaldamiz aka-ukalar, Moskvadamiz aka-ukalar. Moskvadan Toshkentga, Sankt-Peterburgdan Toshkentga aka-ukalar, Chimkentga ham bor avtobuslarimiz aka-ukalar. Xudo xolasa mana avtovokzaldan shunday komfortli avtobusimiz Moskva Toshkent chiqib ketmoqda. Mana ichki holatlarini hozir ko'rsatamiz aka-ukalar. Bemalol murojaat qilaverasizlar aka-ukalar. Ekranlarga ishonch raqamlarini qo'yamiz. Bu aka-ukalar davlat tomonidan qo'yilgan avtobuslarimiz mana aka-ukalar bular. Xudo xolasa mana yo'lovchilarimiz inshaalloh yo'lga ketishyapti, eson-omon yetishyapti. Mana hamma bolaliklar, aka-ukalar, er-xotinlar, bola chaqaliklar ketadi mana. Mana ukalarimiz o'ynab kulib ketyapti. Akalar, ekranlar ishonch raqamlarini qo'yamiz. Avtovokzaldamiz aka-ukalar. Murojaat qilaverasizlar. Avtobuslarimiz komfort, konditsionerlari bor aka-ukalar. Hech qanaqa qiyinchilik yo'q, sharoitlari zo'r aka-ukalar. Mana avtobuslarimiz. Ko'ryapsizlarmi mana? Avtobuslarimiz. Akalar, ukalar, mana kichkina jo'joqlarimiz ham xudo xohlasa mana yo'lga ketishyapti. Yaxshimi avtobus? Хорошо-da avtobus sestra. Хороший avtobusda. Mana. Ko'ringlar akalar, ekranlarga faqat ishonchli raqam qo'yaman akalar. Murojaatga chiqinglar aka-ukalar. Avtovokzaldaman aka-ukalar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.